Mijozlar navbatdagi 9 oxirida bir qavatli yangi ta'mirlangan 100 soat jihozlar toza hali odam yashalmon sotib olgandan beri shuna ijara chiqdi. Mo'ljal 9 marshut. Birimizga giraverishimizda o'zlarimiz sotib berdik bu joyni endi ijara qo'yacak. Rakoynamiz sardamidi dekorativni turda postavkamiz o'tibdi bu yerda. Birimiz hol, shkaf bor bu yerda. Ular patologlarimizni dumchiralar o'zga. Oynalarimizni kelsak, jalyuzilarimizni bu yerda xon taxtayla gilamlarimizni yumshoqqina koridor oyoqdan tokli polo ega. 2 spalni bir dalani bodasak bo'ladi. Bu yerda men bir jajji bolajonlarning xonasi. Gilamlarimiz bu yerda yana bir xonasi. Bu yerda shkaf, plyusos bor ekan. Bu yerning oynasi baxtamona qaroniga. Bir oila izzat yoshi beradi. Oshxonamiz yurishning oshxonamiz ham до конца patologdan kuxonimiz o'tilgan akril materialdan. Bu yerda itimat pechkalarimiz, mikronovkalarimiz, gaz plitamiz bor. Bu yerdan chiroyli dekorativ o'tilgan choy ichmaga miyak uголокlar. Oshxonadan beri samodelimsa giriladi ekan. Bir almak vanna bu yerda unitaz, vanna, poloavtomat kiyim mashina bor ekan. Restoranimiz yine 100lik. Xullas kelam bir oila hamma yetarli jihozlari bor ekan idish tovoq desin. Bir spanis bilan televizor ikamiz ekan. Shunda mo'ljal xonqa yo'l Namirli joyning orqasida 150 metr kvadrat hovli joyimiz ijara chiqdi. Narxini kelsak, narxi $200. Telefonla setaman 99 074 46 bilan murojaat qilarsiz. Agar kimdan kim hovli joy kvartirasini ijara berajak bo'lsa, bemalol murojaat qilsin. Yaxshi insonni, yaxshi oilani qo'yib berishga harakat qilamiz. Reklama nomerlar 90 423 06 06 telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.